Bizdan san'atkorlar nima deydi, bechara bo'lib qolganmi? Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz vatandoshlar. Bir ikki kundan beri bir tema aylanyapti. Biz san'atkorlar, biz qo'shiqchilar haqida. Men chidolmasdan to'g'risi gapirishga majbur bo'ldim. O'zi bunaqa PR-larga yoki men bunaqa o'zimni mana shunaqa videolarni kutib, mana shunaqa narsalarni kutib javob berishni kutib yuradigan inson emasman men to'g'risi. Men qachonki g'ashimga tegsa, men gapirishga, men ichimdagi narsani chiqarib olishga harakat qilaman-da. O'shaning uchun kechadan beri yoki o'tgan kundan beri mana telefonlarda rosa aylanyapti. Telefonimni ochsam, o'sha reelslarda shu chiqib kelyapti-da. Do tuzukroq yoki menga yoqadigan bir tema chiqadimi desam, faqat shu soliq haqida hozir tema aylanyapti. San'atkorlarimizga, qo'shiqchilarimizga to'g'ri bu qanaqadir tegib ketganmi yoki lishna menga tegmadi bu tema to'g'risi. Nega? Bu oltagarchilik emas. Voy sizni pulingiz ko'p ekan, ularni puli kam ekan degan maqsadda emas, ma'noda emas. Men Xudoga shukr, alhamdulillah hammamiz to'qimiz, ko'z semasin. Mana shu san'atkorlarimiz hammasi iloyim ko'p to'ylarda ko'rishamiz, konsertlarda ko'rishamiz. Hammasini omadini bersin. Men bularni yomonlab hozir gapirayotganim yo'q. Prosta men jig'imga teggan narsa nima deydi? Meni o'zimga ham telefon qilishyapti-da, begonalar telefon qilib, "To'g'ron aka, soliq to'layotgansizlar-da" degan kulib gapiryapti-da menga. Nimaga bu kulgili tema bo'ldimi yoki shunchalik bizning san'atkorlar nima deydi, bechara bo'lib qolganmi? Men bitta narsani bekitmayman. Mana shu o'rta hol xalqimiz, endi hammani aytmayman. Boylar ham bor, o'rta hol ham bor, kambag'allar ham bor-da, to'g'risi xalqimiz orasida. Ancha-muncha xalqimizdan, ancha-muncha shu insonlardan menimcha bu bekitmayman. Yaxshi topamiz-da, Xudoga shukr. Mana shu to'ylarda yoki u bu joylarga borsa, muxlislarimiz, xalqimiz qo'lini ko'ksiga qilib bizani chiroyli kutib olishadi. Aytgan pulimizdan ortig'ini ham berishadi, kerak bo'lsa, Xudoga shukr. Men bularga katta rahmat deyman. Nimaga hozir shu aylanyapti shu tema, san'atkorlar xuddi bechara bo'lib qoldinglarmi sizlar? To'g'risi-da. Voy soliq to'layotganmiz, u qilarkanmiz, bu qilarkanmiz. Voy to'laymiz-da. Hamma to'layapti-ku, bundoq men paxta qo'yishni yomon ko'raman, to'g'risi. Xalqqa oldini olib gapirayotganim yo'q. Paxta qo'yishni yomon ko'raman. Agar paxta qo'yganimda, qarshi ovozlik bo'lganimda men birinchi prezidentimiz paytida men уже unvonlar olgan bo'lardim, to'g'risi-da. Men bu narsaga qarshiman-da, men yomon ko'raman paxtakorlikni, qarsiyvozlikni yomon ko'raman men. O'shaning uchun demoqchiman, pistachi ham, bozorchi ham, pomidor bodring sotadigancha ham soliq to'layapti. Nimaga endi biz to'lamasligimiz kerak? To'g'risi, ancha-muncha insonlardan yaxshi topsa biz, to'g'risi, bekitmayman, alhamdulillah. 15 minut, 20 minut bitta to'yga kirib chiqamiz. Yetgan pulimizni berishadi. Xalqimiz, muxlislarimiz yaxshi ko'ribdi, to'g'risi. Nimaga odamlar endi bir oylab ishlab, mehnat qiladi-da, bechoralar 500 topadimi, 600 dollar topadimi oyiga? Biz 15 minutda topadigan pulimizni yetolmanda. Ne endi biz to'lamasligimiz kerak. Men mana Amerikada yashayman yoki yashab borib kelib yuraman. O'zbekiston fuqarosiman. Amerikada ham taks degan narsa bor-da. To'g'risi, ularda ham shu soliq. Men bitta narsani aytib o'taman. Mana bizda eng og'ir jazo, jinoyat bu odam o'ldirish, to'g'rimi? 97-modda. Amerikada bilasizlarmi? Eng og'ir jazo bu soliq to'lamaslik. Mana shu ularda taks deyiladi. Agar taks vaqtida to'lanmasa, bir 20 yil, 30 yil, 40 yil kerak bo'lsa, shu qamoq jazosiga jazolanadi-da, shunaqa fuqarolar shunaqa. Endi demoqchiman, men san'atkorlar uyatda, bunaqa internetda chiqib, Instagramda chiqib, u quvasizlar, u kredit olgan, bu qarz, bu u deb gapirib chiqilyapti, uyalish kerak. Sizlarga kim kredit olinglar deyapti, to'g'risi-da. O'zi kreditni o'zi harom narsa bu. Kreditni o'zi mumkin emas narsa-da, buni mendan yaxshi bilasizlar, to'g'risi. Ribo, sutxo'rlik degani bu. Allohga behisob shukr, shu yoshimgacha men go'r cho'pam olmaganman-da, kreditga boru. Kredit, mana $1 million olganlarni eshitaman, nima?
kredit olishgan baraka topganini ko'rmaganman men. Faqat shu problema boshida problema to'lolmay yuribdi. Alloh mana shunaqa ko'rsatib qo'yadi-da. To'g'ri, bir xilla qiynaladi, u qiladi, bu qiladi. Uyga xolodilnik olishi mumkin, dazmol olishi mumkin kreditga. O'sha kichkina narsani ham Alloh og'ir qilib qo'yadi o'sha to'lovlarni, o'sha to'lolmaydigan qilibdi. Chunki bu mendan yaxshi bilasizlar. Men domlalik qilayotganim yo'q, aqllilik qilayotganim yo'q. Kredit olgan odam, bilasizlarmi, Alloh bilan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga urush ochgan bilan hisoblanadi. Eng yomon narsa bu kredit. Gapirib chiqibdi, kredit olishgan yoki qarzi bor, 2 yildan beri, 3 yildan beri to'la olmayapti. Voy, mehnat qilsin, ishlasin, qarzini yopsin, kredit olmasin, nima qiladi kredit olib? To'g'risi, men aqllilik qilayotganim yo'q. Bu bank sohasini ham tushunmayman men, kredit, bu deydi, vobshe qiziqmayman ham. Alloh bunga meni muhtoj ham qilmasin, xudo xolis. Demoqchimanki, men oltiptakarchilik qilayotganim yo'q. Xudoga shukr, bor gapni, ichimli gapni gapiryapman. Kerak bo'lsa, men ham o'zim ham problemalarim bor, to'g'risida. Hamma narsa men gapirib chiqavermayman efirga yoki internetga. Boy odamlarning ham o'ziga yarasha problemasi bor, o'ziga yarasha qarzi bor, to'g'risida. Shuning uchun san'atkorlar, qo'shiqchilar unaqa problemani to'g'risi xalqqa olib chiqish kerak emas bu narsani. Men kommentariyalarni o'qib chiqyapman. Bitta tuzuv gapirgan odamni to'g'risi ko'rmadim-da men. Faqat shu ustimizdan kulyapti-da. Bitta-ikkita insonlarni deb hamma san'atkorlar shuni ichiga kirib ketyapti hozir. Endi artistlar deyapti, to'g'risini aytganda. Artistligini qilyapti-da, yo'q deyapti. To'g'ri, biz artistmiz, san'atkormiz. Endi bittasi xol qo'yib qo'ysa, bu odamlar ham unga kirib ketish kerak emas, bu to'g'risi. Xudoga shukr, men bechora emasman. Ilohim Alloh asrasin bu bechoralikdan-da. O'zinglarni bunaqa ko'rsatmanglar, san'atkorlar. To'g'risi, men g'ashimga tegdi bu narsa. Aktyori ham chiqyapti, teatrda o'ynaydigani ham chiqyapti, to'g'risida. Bir ikkita narsalarni ham ko'rdim, endi otini aytmayman. Kasal bo'lsa ham, men kartamga pul tashlab yuboringlar deydi. Uyalinglar hamda, to'g'risida. Uyalinglar. Iltimos, u san'atkorlar unaqa xalq oldida kulgi bo'lyapmiz-da biz. Yana bir bor aytayman, artistlar deyapti-da, to'g'risi. Nima kerak bu narsani internetga olib chiqib? Xo'p, sog'liq ekan, xudo xolisi hamma narsani o'zini nima deydi, anaqasi bo'ladi, etapi bo'ladi. Kimdir mana 1-kategoriya, 2-kategoriya, 3-kategoriya o'shanga qarab menimcha qilsa kerak. Men balon pul bo'lganda ham, misol uchun, unaqa katta darajada to'lamaymiz baribir. Hammasini o'zini qonun qoidasi bor, to'g'risida. Endi bechora bo'lib qolmadi-ku biz. O'ynab kulib pul topyapmiz, xudoga shukr. Bitta to'yxonaga kirsa ham 15 minut 20 minutda. Endi summani aytmayman, normalniy pul olib chiqib ketyapmiz, xudoga shukr. Endi uyalish kerak, to'g'risida. Endi o'zingizlar bilasizlar, meni so'kasizlarmi yoki meni chaqirib bu narsa qilasizlarmi? Men san'atkorlar hech kimdan qo'rqmayman birinchidan. To'g'risi, men bor gapni gapiraman, Allohga shukr. Meni gapim og'ir botadimi? Xudoga shukr, men hamma bilan yaxshiman, hech kim bilan urushmaganman o'z san'at sohasida. To'g'risi, sal uyalish kerak faqat. Xalqqa kulgi bo'lyapmiz faqat. Nima, oddiy xalq to'laydi, biz to'la olmaymizmi? Bu gapirishdan oldin uyalish kerak. To'g'risi, men aqllilik qilayotganim yo'q. Bor gapni gapiryapman, uzr so'rayman, lekin agar tegib ketadigan bo'lsa. Liboy yili kelib so'rab olinglar mendan. Men tayyorman liboy joyda. Sog' bo'linglar.